Lamin Yamalga shunchaki respekt. Bilasizmi, Yamal Ispaniyada ulg'ayganiga qaramay, islom dinini qabul qilgan. Bunga asosiy sabab Lamin buvisining tarbiyasi ostida ulg'aygan. Fatima buvi uni yoshligidanoq islom ruhida tarbiyalagan. Ko'pchilik Laminni har xil tungi klublar, qizlar va shunga o'xshash ko'ngilochar bazmlarda ko'rgani sababli u haqida har xil gumonlarga borishadi. Garchi uning bu ishlarini oqlab bo'lmasa-da, Yamal haqiqiy musulmon va har bir o'yindan oldin duo qiladi. Benzema kabi u ham Ramazon ro'zasini tutadi. Yamal yaqinda Dubay safarida bo'ldi, masjidga bordi va shunday dedi: "Diningizning farqi yo'q. Bu joy har kimga xotirjamlik bag'ishlaydi." Insonlar Ispaniya Superkubogi finalidan keyin hamma g'alabani nishonlayotgan bir paytda Yamal bir chetda o'z Robbisiga shukr keltirayotganini guvohi bo'lishdi. Aynan mana shu vaziyatdan keyin ko'pchilikning Yamalga bo'lgan fikri o'zgardi va Yamalni yanada qattiq hurmat qila boshladi. Farqi yo'q, xoh Real, xoh Barselona muxlisi bo'lsangiz ham video manfaatli bo'lishi uchun like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'ying.